Bomdod namozining sunnatiga odatda shu kunga, shu yoshimizga qadar quliya bilan qul huvallohu ahad o'qib kelganmiz-da. Shuni u yoshligimizda eshitganmiz, alhamdulillah hadisi shariflarda ko'rib bilib, doim bomdodda sunnatiga quliya bilan birinchi rakatiga quliya alhamdan keyin ikkinchi rakatiga alhamdan keyin qul huvallohu o'qib kelamiz. Imom G'azzoliy rahmatullohi alayhi bir gaplari bor ekan. Bomdod namozining sunnatiga birinchi rakatiga alam nashroh laka sadrak surasini o'qishlik, ikkinchi rakatiga alam taro kayfa fa'ala robbuka bi ashabil filni o'qishlikni u kishi tavsiya qildilar. Aytdilarki, qasurat anhu yadu kulli zolimin va aduvin debdilar. Zolim ham, dushmanni har bir dushman va zolimni qo'li bu insonga yetmaydi debdilar. Bomdodning sunnatini avvalgi rakatiga alam nashroh, ikkinchi rakatiga alhamdan keyin alam taro kayfa surai fil surasini o'qisa, zolimning zulmidan, dushmanning yomonligidan Alloh sizga shunaqa najot beradiki, har chandon dushman sizga qo'lini uzatib shunga ozor bersam, yomonlik qilsam deb harakat qilgan sari siz ertaman turib bomdod sunnatidan ona ikkita surani o'qib qo'ysiz, hech nimaga qo'li yetmas ekan. Manzaligini qarang. Namoz olamida hamma yo'g'i Allohning himoyasida bo'ladi-da.